Mana hozir biz ekilgan ko'chatimizga suv solib ko'rsatib beramiz. Endi mana shu avgust oyini issiq kunlari bo'lganligi sababli, nima deydi, ko'chat ekadigan joyimiz klimatsiya issiq bo'lganligi sababli mana ko'chatlarimizni ekish holatida darhol suv berishga harakat qilamiz. Hozir bir chelak berdik. Bu maqsad nima bo'ladi mana? Yana aytib o'tamiz, mana ko'chatimiz ekilgandan keyin ko'chatimiz aslida bu mana shu ko'rakam yerlarda shudgor qilingan. Shudgor qilgandan keyin mana o'sha ko'chatlarimiz yetib kelib, ko'chatlarni ekyapmiz. Mana atrofida suvdan to'lish kerak. Qayerda biz agar ko'chat ekadigan bo'lsak, ko'chatimiz ekilgan zahoti birinchi suvdan to'yish kerak bo'ladi. Buni qayoqdan bilamiz? Agar ko'chatimiz to'ymasa, buni bugun yana video qilib tashlaymiz. Atrofida katta yoriq paydo bo'ladi. Agar atrofida yana katta yoriq paydo bo'ladigan bo'lsa, darhol biz ketidan ikkinchi chelak suvini berishimiz kerak bo'ladi. Agar unda ham yoriladigan bo'lsa-chi, unda yoriladigan bo'lsa, yana bir chelak qo'shishga majbur bo'lamiz. Chunki hozir biz chelakda ko'rsatib turibmiz. Aslida bu ishlar vodoprovod orqali, shlang orqali quyiladi-da. Masalan, qayta berib turiladi. Nimaga qayta berib turiladi? Mana bu hozir yonimizdagi mana tuproq oladigan bo'lsak, mana bu changiydigan darajada namligi yo'q. Deylik 80 yoki 90% misol deylik, namligi yo'q. Shuni hisobga olgan holatida biz suvni beramizda, mana bu xom kurtaklarimiz, yana ko'rsatib o'tamiz, mana xom kurtaklarimiz juda yaxshi rivojlanib, o'zini tutib olib ketadi mana. Shuning uchun mana shu ishlarimizni mana shuncha bo'lishiga qaramasdan mana shu sifatli ko'chatlarni yetkazib berib, bizga mana Xorazmga, mana nafaqat Xorazmga, butun dehqonlarimizga yetkazib beradigan avvalambor Prombankka va Prombank rahbariyatiga rahmat aytamiz.